Zakat berəlaydigan kişinin balısıga başqalar zakat bersə bolamdı? Sual. Assalamu alaykum. Zakat berəlaydigan kişi balısıga hacetini qandağıdak xərcləb berməsə, balısıga başqalar zakat bersə bolamdı? Cavab. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barlıq hamd sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ailə tavabatlarına və onunğa taki qiyamətkiçə əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Zakat sərf qılındığan 8 orunni Allah Taala Qur'anda mundaq bayan qılğan. Zakat faqat fiqirlarga, miskinlarga, uni yig'adigan xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qo'llarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Allah bandalarning manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga avatib mundaq degan: Allah'ның ularning baylaridan elinib kambag'allarga qaytariladigan zakatni farz qilganligini bildirgan. Ular bu haqda sana itoat qilsa, ulardan zakat olgan. Yuqorqilarga asosan boy kishiga zakat elish durust kelmaydi. Hamda boy kishilarning farzandlariga kelsak, o'g'il bolalar kichik vaqtida, shundaqla qiz bolalar cho'ng bo'lgandimi boqadigan eri bo'lmasa, farzand nafiqasi otasining bo'yniga vojib bo'lg'achqa, bu bolalarning yetarli chiqimini otasi qilib berish kerak. Agar otasi ularni boqmay tashlayotgan yoki yetarli chiqimini qilib bermagan taqdirda, bu bolalarning hojati qamdalmasa, ular fiqr doirasiga kirdida, ularga zakat bersa bo'ladi. Ammo otasi normal beqib hojatini qamdayotgan bo'lsa, ular fiqr doirasiga kirmaydi. Natijada ularga zakat berish durust bo'lmaydi. Cho'ng o'g'illarga kelsak, ularni ikki qismga ayirish mumkin. Biri otasi beqib kelayotganlar, yana biri o'zini o'zi beqib kelayotganlar. O'qish yoki kasallik yoki boshqa sababdan otasi beqiyotgan cho'ng o'g'illar yuqoriga o'xshash. O'zini o'zi beqib kelayotgan farzandlar fiqir yoki qarzdor bo'lib qolsa, otasi ehtiyojini qamdamasa yoki qarzini to'layotmasa, ularga fiqirlik va qarzdorlik sifat bilan zakat berishga bo'ladi. Demak, zakatni elishga loyiq bo'lish fiqir bo'lishga chetishliq. Fiqir bo'ladigan boyning bolasi bo'lsa-mu zakat durust keladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ahvolni uqmaganlar ularning naris tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan tuniysan. Ular kishilarga chaplashib olib tirimchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Ehtiyojini boy otasi qamdamaydigan bolalarnimi ahvolni uqmaganlar ularning naris tilmaganliklariga, otasining boy ekanligiga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Shunga bu oyatga asosan otasi boy bo'lg'achqa iqtisodiy jihatdan qiynalmaydi deb o'ylab qoladigan, lekin amaliyotda otasi yaxshi qaramaganlikdan zakat durust keladigan darajada namrat farzandlarga boshqalar zakat bersa bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bir loqma yoki ikki loqma taom uni ishiklardan qaytarayotgan odam miskin emas. Miskin degan ehtiyojini qamdab ketaligidek narsasi yo'q, kishilardan so'rashdan xijil bo'ladigan yoki kishilarga chaplashib olib tilamchilik qilmaydigan kishidir. Bu hadisdami ehtiyojini qamdab ketaligidek narsasi yo'q kishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam miskin deb atagan. Ma'in ibn Yazid radhiyallohu anhuma rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga men atam va buvam bay'at qilganmiz. Rasululloh menga o'zi elchi bo'lib meni o'ylab qo'ygan edi. Yana daha men Rasulullohning oldiga davolashma borgan edim. Atam Yazid bir necha tillarni sadaqa bermoqchi bo'lib elib chiqib, muhtojlarga beribsin deb masjiddagi bir kishining yoniga qo'yib qo'ygan ekan, men masjidga berib o sadaqani elib atamning yoniga kelsam, atam Allah bilan qasamki, men sana berishni iroda qilmagan deb turib oldi. Shuning bilan men atam bilan davolashib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga borsam, Rasululloh: "Ey Yazid, niyat qilganing sana bo'lsin. Ey Ma'in, alganingmi sana bo'lsin" dedi. Bu hadisdami zakat bergan kishining fiqir yoki qarzdor o'g'liga zakat durust bo'lgan. Lekin albatta, otasi o'g'liga berishni maqsad qilmasdan, otasining vakili uqmasdan o'g'liga berib salgan. Bu otaning zakati o'g'liga durust bo'lmaydiganligi, boshqalarning zakati o'g'liga durust bo'ldiganligini ko'rsatadi. Hanafi mazhab fiqida mundaq ko'rsatilgan: Boyning bolasi kichik bo'lsa zakat bersa durust bo'lmaydi, chunki u otasining boyligi bilan boy hisoblanadi. Ammo cho'ng bola kasal yoki ama bo'lganlikdan uning nafiqasi otasiga vojib bo'lsa-mu, lekin u otasining boyligi bilan boy hisoblanmaydi. Boyning cho'ng qizidimi bundaq o'zurlar tepilmagan taqdirda uni otasi baqsin yoki baqmasin, uningga zakat bersa bo'ladi. Shundaqla boy o'g'li bor fiqirga bersami bo'ladi.
Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1 tom, 72 nomorliq fatvo.